Bugungi darsimizda neyronning vazifasi haqida gaplashamiz hamda bugun asosan umumiy tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarimizda esa ushbu neyronning ishlash jarayonini yanada chuqurroq hamda batafsilroq o'rganib chiqamiz. Shunday qilib, men neyronning ishlash jarayonini xuddi zambarakdan o'q otish jarayoniga o'xshataman. Noodatiy o'xshatish, buni o'zim ham bilaman, lekin o'ylaymanki, biroz turib bu o'xshatishning sababini tushunib olasiz. Demak, mana bu yerda neyron hamda u bilan bog'langan nishon a'zo keltirilgan va doskamizning o'ng tarafida esa zambarak hamda uning nishoni keltirilgan. Demak, keling, nerv hujayrasidan boshlasak. Demak, nerv hujayrasiga qandaydir ta'sir bo'lishi mumkin. Ushbu ta'sir qo'zg'atuvchi xarakterga ega bo'lishi mumkin yoki tormozlovchi xarakterga ega bo'lishi mumkin. Agarda ta'sir tormozlovchi xarakterga ega bo'lsa, bunda nerv hujayrasida giperpolarizatsiya ro'y beradi va nerv hujayrasi qo'zg'almaydi, ya'ni hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi. Agarda ta'sirot qo'zg'atuvchi xarakterga ega bo'lsa, bunda neyrondagi tinchlik potensiali harakat potensialiga o'zgaradi. Ya'ni normada nerv hujayrasi manfiy zaryadlangan, uning tashqarisida esa musbat zaryadlangan bo'ladi, lekin tashqi ta'sirot natijasida ushbu zaryad o'zgaradi, ya'ni nerv hujayrasi musbat zaryadga ega bo'lib qoladi va unda harakat potensiali ro'y beradi. Hamda bu bosqichni keling bir raqami bilan belgilab qo'yamiz. Endi zambarak misolini olamiz. Zambarakdan o'q otuvchiga komandir o'q otishga shaylan degan buyruq berdi va ushbu jarayonni yuqoridagi qo'zg'atish jarayoniga o'xshatsak bo'ladi va keling bu yerda ham solishtirma tarzida ushbu buyruq berish jarayonini bir raqami bilan belgilab qo'yamiz. Shunday qilib, zambarakdan o'q otuvchi ham endi shaylangan hamda qo'zg'algan holatga keldi. Nerv hujayrasi qo'zg'algandan so'ng uning ichida harakat potensiali paydo bo'ladi va ushbu harakat potensiali aksonning boshlanish sohasiga, ya'ni aksonning konus sohasiga keladi va bu yerda endi nerv impulsi paydo bo'ladi va keling ushbu nerv impulsi paydo bo'lish jarayonini 2 raqami bilan belgilab qo'yamiz. Xuddi shunday zambarakdan o'q otuvchi ham endi zambarakni o'qini oldi hamda zambarakni o'qladi, ya'ni ushbu to'pni zambarakni ichiga joylashtirdi va zambarakning plagini yoqdi va keling bu jarayonni 2 raqami bilan belgilab qo'yamiz va ushbu 2 raqami yuqoridagi aksonning konusida impuls paydo bo'lishi bilan barobardir. Endi aksonning konusida paydo bo'lgan impuls nerv hujayrasining uzun o'sig'i, ya'ni akson bo'ylab nishon a'zoga qarab yo'naladi va bu bosqichni keling 3 raqami bilan belgilab qo'yamiz. Va bu jarayonni, ya'ni nerv hujayrasining aksoni bo'ylab nerv impulsini nishon a'zoga qarab yo'nalishini xuddi zambarakning plagini yonib tugashiga o'xshatsak bo'ladi va keling bu bosqichni 3 raqami bilan belgilab qo'yamiz. Neyronda nerv impulsi aksonning oxiriga, ya'ni aksonning terminal qismiga yetib keladi va bu yerdan neyrotransmitterlar ishlab chiqariladi hamda neyrotransmitterlar nishon a'zodagi retseptorlar bilan bog'lanadi va o'zining biologik effektini ko'rsatadi, ya'ni effektor a'zoni qo'zg'alishiga olib keladi. Va keling bu jarayonni 4 raqami bilan belgilab qo'yamiz, ya'ni neyrotransmitterlarning ajralishi va ularning nishon a'zoga ta'sir qilishini 4 raqami bilan belgilab qo'ydik. Va ushbu neyrotransmitterlarning ajralish jarayonini xuddi zambarakdan o'q otilib chiqishi va uni nishon a'zoga tegishi bilan qiyoslasak bo'ladi va keling bu jarayonni endi bu yerda ham 4 raqami bilan belgilab qo'yamiz, ya'ni zambarakdan o'q uzildi va u nishonga borib tegdi. Shunday qilib, nerv hujayrasi qo'zg'atuvchi signalni qabul qilib, nishon a'zoga tekkuncha yuqoridagi 4 ta bosqichni bosib o'tadi. Demak, biz neyronlarning vazifasi bilan tanishib oldik. Bundan tashqari neyronlarni bir necha funksional turi ham bor. Keling ularni reflektor yoy misolida ko'rib chiqamiz.
Demak, mana bu kulrang chiziq markaziy nerv tizimi hamda periferik nerv tizimi o'rtasidagi chegara hisoblanadi va mana bu yerda orqa miya hamda bosh miyani tasavvur qilishingiz mumkin va bu yerda periferik joylashgan nervlar bo'ladi. Shunday qilib, neyronlarning birinchi funksional guruhi bu afferent neyronlar yoki olib keluvchi neyronlar va keling bu yerga afferent deb yozib qo'yamiz. Bu neyronlarning asosiy vazifasi sezgi analizatorlardan kelayotgan ma'lumotni qabul qilish va ushbu ma'lumotni markazga uzatishdir va ushbu afferent neyronlarning ikkinchi nomi bu sezgi neyronlardir. Ya'ni ular retseptorlardan ma'lumotlarni qabul qiladi va markazga qarab uzatadi. Markazda afferent neyronlardan kelayotgan ma'lumotni qabul qiluvchi hamda qayta ishlovchi oraliq neyronlar joylashgan va ushbu oraliq neyronlar afferent neyronlardan kelayotgan ma'lumotni qabul qiladi, qayta ishlaydi va agarda bu orqa miyada joylashadigan bo'lsa, ular ma'lumotni markazga qarab yo'naltirishi mumkin va shu bilan birga ular ta'sirlovchi signalni efferent neyronga yuboradi. Va keling bu yerga efferent neyron deb yozib qo'yamiz. Efferent neyron o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Birinchi efferent neyron bu harakatlantiruvchi mushaklarga, ya'ni tana mushaklariga boruvchi efferent neyron hisoblanadi va uni biz motoneyron deb nomlaymiz. Hamda ushbu motoneyron skelet mushaklariga boradi va ixtiyoriy qisqarishlarni amalga oshiradi. Efferent neyronning ikkinchi qismi bu ichki a'zolarga boruvchi avtonom nerv tizimining neyronlari hisoblanadi va ushbu neyronlar silliq mushak hujayralariga, yurak mushak hujayralariga hamda bez hujayralariga borib yo'naladi va ushbu bez hujayralarini qo'zg'atishda ishtirok etadi. Biz ushbu avtonom nerv tizimi hamda uning tuzilishidagi o'ziga xosliklarini keyingi videolarimizda batafsilroq ko'rib chiqamiz. Va yuqoridagilarning barchasi bu neyronlarning vazifasi va ularning funksional turi to'g'risidagi qisqacha ma'lumot edi.